Feruza Normatova barchani hayratga soldi. Habbatus Sauda, siz ishonchingizni oqlagan brend. Yillar davomida minglab mijozlarimiz sog'ligidan mamnun bo'lib kelmoqda. Tabiiy qora sedana mahsulotlari bilan boshlangan yo'limiz endilikda yanada kengaydi. Endi siz uchun kollagen, go'zallik va yoshartirish siri, detoks, tanani tozalash va yangilik manbai. Bizning maqsadimiz sog'lom hayot va baxtiyor oilalar. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. 15-oktyabr 2025-yili go'zal aktrisa va bloger Feruza Normatova hamda yosh MMA ustasi Abdusharipov Alloyorning to'y marosimi tantanali tarzda bo'lib o'tdi. Feruza Normatova to'yda chiroyli kelin sifatida barcha e'tiborini o'ziga torta oldi. Uning kelinlik liboslari maxsus ravishda dizayner Shahzoda Muhammedova tomonidan yaratilgan bo'lib, nafis uslub va zamonaviy tikilish bilan ajralib turdi. To'y marosimida san'at olami va ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan ko'plab mashhurlar, xonandalar va blogerlar ishtirok etdi. An'anaviy kelin salom marosimi ham o'tkazib, to'y mehmonlarini samimiy kutib olindi. To'yda bundan tashqari ba'zi bir blogerlar va aktrisalar janjallashdi degan mishmishlar va videolar ham tarqaldi. Bularga sizning fikringiz qanday? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib, videoning davomi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.